Allohdan qo'rqaylik. Rizq Allohdan. Bugun qancha ter to'kamiz, qancha mehnat qilamiz, qancha yelib yuguramiz, taqdirotni, taqsimotni Alloh qiladi. Alloh qodir qilgancha olamiz, qodir qilmagan bo'lsa biz uni ola olmaymiz. Birodar, sizni rizqingiz qayerda? Bugun siz bilmaysiz. Ko'chada yuramiz, rizqimiz qayerdan keladi? Savdogar rizqi qayerdan keladi? Mumkin viloyatdan kelib undan savdo qiladi yoki boshqa bir tumandan. Unda pul yoki rizq qayerdan kelishligini bilmaydi. Lekin Alloh taqdir qilgan rizq sizni qayerda ekanligingizni biladi, topib keladi birodar. Shuning uchun kuyinmang. Shuning uchun janjal qilmang. Shuning uchun sabrsizlik qilmang. Bugungi kunlarga sabr qiling. Bugungi kunlarga shukr qiling. Alloh taolo